Azbay o'zocharga yaqin olib qolyapti. Mana bu qo'ramizda qo'yib bor. Videoga chiqmagan-da. Mana bunisi chiqdi, monosi bor, chiqmagan. O chekka qo'ramizda bor. 150 ta qo'yimiz bor. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Hammasini juni olingan. Juni olingan variantda. Ha, juni olingan variantda. Ixtiyoriy bittasi. Ishqibozlari Tianshan zo'ri mana. 85. Pilis milisiga olishar ekan, 85 pilisiga. Mana akalar. Menga qarang, hoppa 100 sizga. 100 obunachilarga. Hop, 5 million 200 mingdan bir joyga ketaveradi. Mana olganga sotganga barakasini bersin. Barakasini. Alloh rozi bo'lsa. O'pshi, hammasini olgan odamga 4 million 800 ming so'mdan. Ma'qul kelsa bering. Xursandchilik bular ro'za Ramazon kunida. Menga qarang, bo'pti. O'pshi olaman degan obunachiga siz ham sizlarni o'ldirmang. 4 million 800 mingdan usha qo'yam ketadi. Lekin o'zini olaman degan odamga bu dollar qo'ynaydi, to'g'risi gap. To'ppa-to'g'ri ekan. Barakasini. Nech pul qilamiz endi bularni? Bunaqa qo'yiladi 52, 53 emasda. Sariq qala qilinmaydi Sherzodbek. 4 million 800 mingdan ketaveradi bir joyga. Hammasini olgan odamga. Ha, hammasini olganga. Qirg'izistonda Arashan qo'chqorlardan so'raganlar diqqatiga. Assalomu alaykum Chorvadar YouTube kanali obunachilari, bizni kuzatayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Sizlarga mana shunday Arashan qo'chqorlarni zo'rlardan chiqarib olamiz akalar. Videoda oxirigacha ko'ribdan like bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa kommentariyaga o'z izohingizni qoldiring aka. Qo'yib olsangiz ham, olmasangiz ham kommentariyada qoldiring akalar. Xudo xolasa bularda to'liq ma'lumotlarni Solijon akamiz olib berishdi akalar. Bugungi sanamizni bir qator eslatib o'tamiz. Sanamiz akalar 16-mart 2026-yil Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Sariqqishloqdamiz akalar. Xudo xolasa bularda to'liq ma'lumotini Solijon akamizdan beramiz. Solijon aka, assalomu alaykum. Sherzodbek keling. Sizlar yaxshi charchab obunachilar. Daholasa o'tgan safar videomizni qo'llab-quvvatlab like-da bosinglar. Kommentariyada chiqib fikrni bildirib, daholasa mana shu Qirg'iziston Bishkek sort toza qoni tozalardan kelganmiz. Narxi o'pshi sensatsiya bo'ladi, arzon bo'ladi. Like-ni bosinglar, obuna bo'lmay ko'rib, bitta obuna turmaysizlar, bosib qo'yasizlar. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Qadrli obunachilar, sizlarga mana shunday Solijon akamizning uylarida boqilayotgan Arashan qo'chqorlarda akalar bir qator savdoga chiqaribdilar akalar. Endi sizlarga shularni to'liq ma'lumotni beramiz akalar. Xudo xolasa endi Solijon aka, bularni birinchi partiyamiz soni nechta aka? 15 dona Sherzodbek birinchisiga. Yoshligi qanaqa? Yoshligi 10 oylik, 11 oylik atrofida. 10 oylik, 11 oylik atrofida. Sort tozalardan kelganda xolasa. Xudo xolasa yemini yeb turgan joyidan akalar sizlarga bemalol tavsiya qilamiz. Undan tashqari akalar, Qirg'izistonda qo'ylarni o'ziga xos xususiyatlardan bittasi o'zimizni Jaydariqsor qo'chqorlarga nisbatan akalar immuniteti baquvvat bo'ladi. Nimaki bular tog'li rayonlarda yashaganligi sababli tog' hududlarga juda ham moslashuvchi hamda akalar immuniteti juda ham baquvvat bo'ladi akalar. Xudo xolasa buni boqsangiz baraka topadigan joyidan akalar. Endi aka bularni bo'yini nechaga beramiz aka? Bo'ylari bu Sherzodbek bitta-bittadan o'lchab beramiz. Real bo'lishi o'lchaylik aka. Ixtiyoriy bittasi. Ishqibozlari Tianshan zo'ri mana. 85. Pilis milisiga olishar ekan, 85 pilisiga. Mana akalar. Chekam 90. 87, 85 pilis ekan akalar. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz. Bularda seleksiya qilib 120 kilodan uyog'iga, ya'ni 182 kilolik qo'chqorlar bo'ladi akalar. Xudo xolasa uyingizga borib, yemini davom etkazaveradigan varianti. Maza qilib uyingizga borib boqsangiz aka, buyildan keyin akalar, Xudo xolasa qurvonliqgacha xatoy bo'ladigan qo'chqorlar hisoblanadi akalar. Sizlarda bularni bemalol sizlarga buni tavsiya qilamiz aka. Endi Solijon aka, qo'yda ko'p maqtamaylik aka. Ro'zani kunida hammamiz ham charchab turibmiz. Og'zimiz bek aka. Endi bu qo'yda har qancha maqtasang arziydi Sherzodbek. Aslida, nima qo'y jannatdan chiqqan barakatli. Buni narxi o'pshi arzon bo'ladi. Narxiga kelsak, buni o 6 million 58 yo'q gapirmaymiz. 5 million 500 mingdan berishadi obunachilarimga. Yetkazib borib beramiz. Dastlabkasi ham bo'ladi aka. Ha, besplatno. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsa. Endi aka buni ozmoz xayrni qilib bering endi. Masalan, hayit yaqin 3-4 kun qoldi aka. Ro'za Ramazon kunlari oxirgi kunlarda turibmiz akalar. Endi asli 5 million 500 mingdan yaxshi Sherzodbek. Yaxshi narx bo'ldi. Haqiqatan zo'r narx bo'ldi. Lekin obunachilarimizga bir qanaqadir aksiya deymizmi, bir hayitlik deymizmi aka, bir yo'lida qilib Sherzodbek bo'lmasam 100 dan o'tamiz. 5 million 400 mingdan bo'ladi. Telefon qilsin, o'pshi summadan nimadir o'tib beramiz. Telefon qilib. Xayrni qilib berasiz? Ha, o'tib beramiz. Endi obunachilar sizlarga tavsiya qilib bo'ladigan qo'chqorlarim juda ham a'lo darajada akalar, sog'lik salomatlar, yeb ichari
udar akalar, kombayn variantdan sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Soljon aka, endi bitta gap aytaman aka. Sunnatiga o'tib berasiz aka, xudo xolasa. Valloh telefon topasiz. Hayriga o'zlariga o'tib beraman. Chiroyli qilib berasiz. Dangalni ayting, dangalni. Beyli o'tsak Sherzodbek. Endi real bo'lish uchun aka aytyapman-da. Menga qarang, bo'pti 100 sizga. Aha. 100 obunachilarga. Hop, 5 million, 2 mingdan bir joyga ketaveradi. Mana olganga sotganga barakasini bersin. Barakasini bersin. Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sizlarga toza arashalarni tavsiya qilamiz akalar. Xudo xolasa hamma joyda sog'lom oyoq qo'l baqot. Gazi ham uzun, undan tashqari akalar oyoqlari ham polvon iliga to'lgan zo'rlardan bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlikka to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol pastdan nomerlarga aloqa chiqarasiz akalar. Hurmatli obunachilar, mana endi sizlarga ikkinchi partiyadan akalar, xudo xolasa bir qarich juni yo'q, lekin badallari ko'rinib turgan variantda akalar. Xudo xolasa sog'lik, salomatliklari a'lo darajada bo'lgan arashan qo'chqorlarimiz akalar. Sizlarga bularning ichida zot yo'nalishiga tavsiya qiladigan qo'chqorlarimiz ham bor akalar, xudo xolasa. Bularning ma'lumotini Soljon akamizga beramiz. Soljon aka, endi ikkinchi partiyamizga soni nechta aka? Sherzodbek soni 15 dona. Buni ustida bir qarich juni yo'q. Yemini yeb turgan, daholasa olib borishadi. Yemini berishadi. Ukor vaksina hech bola shart emas bunga. Ha, vaksinalari qilingan, ha? Sorti ham birinchi sorti ham tozasidan qo'yilardi. Ana aka, yashan aka, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketaman. Qirg'iziston qo'chqorlari akalar, bilasizlar, o'zimizni qo'chqorlarga nisbatan akalar birinchi o'sib, keyin semiradigan variantidan. Buni oz-moz yemini yeb turgan variantdan, lekin uyingizga olib borsangiz bemalol akalar, xudo xolasa semirib o'sadigan variant akalar. Voh, mana akalar. Simjun, toza simjun. Haqiqiy simjun akalar. Kalla garbolos, quloq hamma yo'q kelgan mana. Mana akalar. Oldi ko'kraklari ham kelishgan akalar. Oh yuzli akalar. Quloqlari ham bir 24-23 chiqib qolar ha. Tishi ham hali qo'zi. Bularni ham sizga tavsiya qilaveramiz akalar. Zot qilib olaman degan obunachilarimiz uchun bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Haqiqatan bular akalar ko'zga yoqadigan variant akalar. Ichida sizlar bop urug' boplari bor akalar. Tayyor urug' boqadigan bo'lsangiz zo'r bo'ladi akalar, xudo xolasa. Endi bularda yoshlik qanaqa ekan yoshligi? 10 oylik, 11 oylik bular ham. 10 oylik pilisga yurilar ekan, ha? Maki hali tishini ko'rdik, yormagan ham-da. Yo'q, qo'zi hali bir yana 3 oy, 3,5 oyda yoradi tishini. O'zi qurbonlikqacha ham o'zi 3 oy, 3,5 oy vaqt qoldi. 90 kunda bu qo'ydi, holisa qurbonlikqa tayyor bo'ladi. To'ppa to'g'ri, shunaqa akalar sizlarga tavsiya qilaveramiz. Uyingizga olib borib, yarim kilo yemini beradigan bo'lsangiz akalar, xudo xolasa 180 kiloni kamida uradigan variantlar akalar. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilaveramiz. Endi bularni bo'yi nechiga beramiz aka, bo'yini? Bo'yi bular 85 plus minus 85 plusga beramiz. Minus yo'q aslida. 85 plusga olishaver ekan akalar. 85 plusga olishaversin. Akalar sizlarga tavsiya qilaveramiz. Sog'lom, yeb ichari a'lo darajada bo'lgan akalar, xudo xolasa yemini agar yarim soat vaqtini kechroq beradigan bo'lsangiz, sizga ham tashlanadigan variant akalar. Maza qilib uyingizda boqasiz, xudo xolasa baraka toptiradigan qo'chqorlar mana shu qo'chqorlar bo'ladi akalar. Yana sizlarga qanaqasi kerak akalar, xudo xolasa Qirg'iziston arashalarni so'ray yurganlar obunachilar. Shoshilamiz, soni cheklangan. Lekin har doim bunaqalari kelavermaydi akalar, xudo xolasa. Endi Solijon aka, uni narxini qancha deymiz endi? Buni Sherzodbek, buni akalarni 52 dan qo'ydik. Aha. Asli u juni olinmagan varianti, bu juni olingan varianti. Shunaqa ekan. Junini oldirib qo'yganimiz aybimiz. 100 ming o'tib beramiz. 5 million 100 mi? 5 million 100 mingdan. 5 million 100 ming so'mdan 15 tasiga. Ha. Buni ozmoz sunnatiga o'tadigan joyi bormi aka? Endi 100 dan o'tib berdik Sherzodbek. Yana o'tamiz, o'tish kerak bo'lsa. Nechta qilamiz? 5 milliondan bir joyga ketaveradi. Ozgina xayrni qilib bering endi, ro'za Ramazon kunlarida obunachilarga hayitli bo'ladi aka. Bitta o'g'onga ham 5 million Sherzodbek. Aha. Bitta o'g'onga ham 5 million. Donalabga ham ketaveradi shu. Donalabga ham 5 million ketaveradi. Optimi 49 dan beramiz. Aka, bitta gap aytaman, qo'lni bering. Hammasini so'raman Sherzodbek. So'rayman aka, xudo xolasa sunnatiga so'rab qo'yaman aka. Irimiga ham so'rayman, xudo xolasa ichida aytganingiz o qizili ham ketadi aka. Yo, endi u qizili ham, u boshqa narx kelganda o'zi ham. Endi qizili ham ketadi, ichida bittasi ham ketadi akalar. Opshi hammasini olgan odamga 4,8 ming so'mdan. Ma'qul kelsa bering aka. Xursandchilik bilan ro'za Ramazon kunida. Menga qarang, bo'pti. Opshi olaman degan obunachiga siz ham sizlarni o'ldirmang. 4,8 mingdan usha qo'yam ketadi. Lekin o'zini olaman degan odamga bu dollar qo'ynaydi, to'g'risi gap. To'ppa to'g'ri aka. Barakasini bersin akalar. Hurmatli obunachilar, sizlarga 4,8 ming so'mdan 15 tasini olgan obunachilarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Ichida o'sha dollari ham ketadi, akalar kichinasi ham ketadi. Bemalol tavsiya qilaverasizlar, lekin donalabga qanaqa bo'ladi? Donalabga ona bitta qo'ydan boshqasini 100 mingdan qo'shib tanlab olishaveradi. Asli bu qo'yda
Juni bo'lganda 5200, 5100 so'laverardi. To'ppa-to'g'ri. Junini oldirib qo'yib xato qilindi-da, to'g'risi gap. Kichkina beribdi qo'y. Akalar, lekin birinchi partiyaga nisbatan ham bular baslashaveradigan variantidan akalar haqiqatan oz-moz yemini yegan, lekin uyingizga borib bemalol yemini to'kib berib turaveradigan variant akalar. Bo'lmasa, xudo xolasa narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatliklar to'g'ri keladigan bo'lsa, bemalol pastdan nomerlar aloqa chiqarasiz akalar, biz keyingi partiyalarni olib chiqaramiz bo'lmasa. Hurmatli obunachilar, endi 3-partiyamizga qora kashtalardan akalar. Xudo xolasa, sog'liklar a'lo darajada, yeb-icharlari akalar, xudo xolasa zo'r bo'lgan akalar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Bular ham yemini oz-moz yeb turgan variantidan akalar. Oyoq-qo'llari polvon garantiyali joydan akalar. Iligi to'lasidan. Xudo xolasa ma'lumotlarni Soljon akamiz beramiz. Soljon aka, endi 3-partiyamizning soni nechta aka? 3-partiyamizga 20 dona. 20 dona. Hop. Buni bo'ybastilariga kelsak 85. 85 ga bemalol olishaveradi. Ha, 85 ga olishaveradi. Bularni ham juni olingan. Juni olingan. Sizda bir qari juni yo'q. Akalar, eti ko'rinib turibdi. Ko'rib turilibdi-da. Hamma yo'q ko'rinib turibdi mana. Xohlasa sort toza, laykni bosib kommentarga chiqib fikrni bildirsin. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa buni bir qari juni yo'q. Eti ko'rinib turgan variantidan akalar. Uyingizga borib oz-moz yemini berasiz akalar. Xudo xolasa 4 oy, 5 oydan keyin bular ham 120-130 kilo bo'ladigan variantidan akalar. Bemalol bularni ham tavsiya qilaveramiz akalar. Xudo xolasa. Bularning yoshligiga qanaqa deysiz aka? Yoshligiga bu ham 10 oy plyus. 10 oylik atrofida olishaveradi. Endi akalar, sizlarga tavsiya qilaveramiz. Haqiqatan bularni maza qilib boqasiz akalar. Aytganimizdek 120 kilo, 130 kilo bo'ladigan variantdan oyoq-qo'llar polvon zo'rlardan olib kelib qo'yishgan akalar, bemalol bularni ham tavsiya qilamiz. Aka, endi bularni yeb-ichishga garantiyasi bor-a? Qonini qarang, qonni vatata o'yatibdi qo'ydi. Dahshat yeb-ichari, o'pshi zo'r. To'ppa-to'g'ri akalar, sizlarga tavsiya qilamiz. O'ta qulay. Nechta pul qilamiz endi bularni? Bunaqa qo'ylarni 52, 53 emasda. Aha. Sariq qala qilinmay Sherzodbek. 4 mingdan ketaveradi bir joyga. Hammasini olgan odamga. Ha, hammasini olganga. Yashang aka, Alloh rozi bo'lsin. Hurmatli obunachilar, 4 ming so'mdan 20 tasini olgan obunachilarimizga bemalol bularni tavsiya qilaveramiz. Aytganimizdek akalar, bitta olganga qanaqasi bo'ladi aka? Bitta olganga dastlabkasiga 100 ming qo'shib berishari beramiz. Sherzodbek. Optim narxda ketaveradi. Optim narxda akalar, sizlarga tavsiya qilaveramiz. 4 ming so'mdan xohlang bitta oling, xohlang hammasini oling. Dastlabkasiga lekin oz-moz padishga qo'rasizlar akalar. Xudo xolasa bular qo'chqorlar hammasi uyingizga yetib boraveradi akalar. Bemalol tavsiya qilaveramiz. Endi aka, bularni dastlabkasi o'sha bittaga oz-moz padishga qiladi deyapsiz. Hammasiga qanaqa bo'ladi? Hammasiga sabr qilgancha qilib beramiz. 5 ta, 6 ta, 10 ta tilla olsa, yetkazib olib beramiz. 4 mingdan. Sherzodbek, hozir o'z ocharga yaqin olib qolyapti. Mana bu qo'ramizda qo'yib bor, videoga chiqmagan-da. Mana bunisi chiqdi, monosi bor, chiqmagan. O chekka qo'ramizda bor, 150 ta qo'yimiz bor. Telefon qilgan odamning ishi bitadi. Hammasini juni olingan. Juni olingan variantda. Juni olingan variantda. Yashang aka. Hurmatli obunachilar, sizlarga bemalol tavsiya qilaveramiz. Qirg'izistonda Arashan qo'chqorlari akalar optim joyiga jami bo'lib 150 bosh qo'chqorida optim joyiga yetib kelganmiz akalar. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqa chiqarasizlar akalar. Narx-navosi, sifat, sog'lik, salomatlik to'g'ri aloqa chiqasizlar akalar. Ish bitiriladigan holati bor. Video syomkasini ham alohida qilib sizlarga tashlab berishadi akalar. Biz shu joyda o'z syomkalarimizni yakunladik. Keyingi syomkalarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar akalar.